Yaxshi, Ferran. Lekin darvozabon joyida. Torresdan 3-zarba ko'rdik, lekin bu darvoza sohasiga aniq bordi va Mussoni ancha qiynadi. Navbatdagi burchak zarbasi Yamal bu tomonda paydo bo'ldi. Yamal kirib boryapti. Yamaldan pas va gol! Yamal qildi baribir va Bernal hisobni ochyapti. Yamal shu chap tomonga o'tmasam bo'lmaydi dedi va shu yerda kichkina fintcha amalga oshirib nihoyat hamma kutayotgan golni asoschisi bo'ldi. Bo'sh qolgan darvozaga Bernalni borgani ham ajoyib hodisa. Mana shu joyda masalan hal edi, kirib bordi va qarang, uzatma ideal. Ferran Torres bo'lmagani hozir Barselonaning baxti bo'ldi shu joyda. Bernal birinchi bo'limda baribir gol ko'rdik. Ana endi Atletico nima qilarkin? Juda qiziq. To'g'ri, sal hayalladi bu gol. Kech qoldi Barselona nisbatan olganimizda. Va bizga takror lavha namoyish etishayotganda menimcha Atletico to'pni oldirib ham qo'ydi. Yo'q. Flick Yamalga qarayapti.